Samsunglardan 44 ming probeg. Yo'q, to есть 40 ming probeg bo'libdi-da, jigar. Hattoki endi 40 ming bo'ldi, past 39 ming ko'rsatyapti tabloda. Родной окрас demayman. Kraska yengil bo'lgan, lekin nibiti deb aytdi. Qattiqdor biron nima bo'linmagan. Samsung XM3 39 ming probegi bilan va 21-yilga Jeep. Yaxshigina Jeep, haligi kupega o'xshagan desak ham bo'ladi. Yomon vidlari, avtoritetlari, mashinadagi ko'rinishlarida ko'p narsa bor. 10.600 dollarga QM6 olganingizdan ko'ra, deb turib QM6 ni yomonlab qolmayman. Zo'r mashina. Qarang, xuddi haligi buni BMWlarda, Merclarda kupelari bor, xuddi shularga o'xshagan dizaynda chiqqan. Бесключевой, слепой zona, elektropaket, power сиденье, кожаный salon. 39 ming probegda salon ham aytib o'ryapti. Men 39 mingman deb jiga. Multirul, monitor, двухзонный климат-контроль, подогрев сиденья, ручной электрический, автостоп, автомат коробка, elektronli tablo, multirul, lipistок rular bor, hamma yo'q. Torpedalar ustilari va ichidagi hid juda ham yaxshi. Keling, bir qator tekshiring. 21-yil 11-oy, pashda 22 hisoblanyapti. 39 ming probegi bilan. Kengliklarini qarang. Bolam bor, mashina kenggina va taylari kattagina deysa mana. Otaxonlar, hoji akalar minib qoladigan bo'lsa ham taylarni urishib olmaydi. Chunki bu mini kupega o'xshagan variantda XM3 $10.600 ga ozgina tushib berish yo'llari bilan 16-may kuni chiqdi.